Va nihoyat o'sha kunlar yetib keldi. O'zbekistonda yig'ilayotgan Aylos Shine'ni bugun sizlarga obzor qilamiz. 5,5-6 litr yoqilg'i sarf qiladi. Avtomobilga gaz uskunasi qo'ysangiz bo'ladi. Narxi ham oldingizdan anchagina arzon chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hamma ma'lumotlarni bugun sizlarga taqdim qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa bugun sizlarga O'zbekistonda yig'ilishda yo'lga qo'yilgan avtomobillardan biri Aylos Shine haqida ma'lumot beramiz. Bu avtomobil allaqachon O'zbekiston bozoriga kirgan 2023-yildan beri sotuvda bo'lgan avtomobillardan biri hisoblanadi. Ya'ni sinovdan allaqachon o'tib bo'lgan. Bu avtomobilning yaxshi tarafini bittada aytaman, yoqilg'i sarfi anchagina yaxshi, ya'ni 5,5-6 litr yetmaganiga bu komplektatsiyasi, ya'ni O'zbekiston yig'ilishi yo'lga qo'yilgan komplektatsiyasi 1,5 litrli atmosferniy motor bilan jihozlangan. Bilasizlar, atmosferniy motorlar benzingacha unaqa injiq hisoblanmaydi. Ya'ni bemalol o'zimizning hozirda bo'lgan 92, 95 larni qo'yib, 92 dan qo'yib harakatlansangiz bo'ladi. Endi 80 sotuvdan chiqib ketdi. Shuning uchun eng minimalli 92 ni qo'ysangiz ham bemalol harakatlansangiz bo'ladigan avtomobil hisoblanadi. Bir chetdan avtomobilni obzor qilishni boshlaymiz. O'lchamlar albatta sizga qiziq tuyulishi tabiiy holat. 4,67 sm ni tashkil qiladi uzunligi, bo'yi esa 1,49, eniga esa avtomobilimiz 1,81 sm ni tashkil qiladi. Kapotimiz ostiga to'xtaladigan bo'lsak, 1,5 litrli atmosferniy motor bilan jihozlangan, 123 ot kuchini sizlarga taqdim qila oladi. Bunaqa segmentdagi avtomobillarga menimcha 123 ot kuchi ham kichkina emas. Sababi ba'zi bir O'zbekiston avtomobillari 105, 106 ot kuchini tashkil qilayotgan bir paytda bu avtomobil 123 ot kuchini tashkil qiladi. Yana asosiy to'xtaladigan detal atmosferniy, ya'ni benzin tanlamaslik imkoniyati. Lekin 80 qo'yishni maslahat bermaymiz. Sababi bilasizlar, aslida 80 benzin bizdan boshqa joylarda kamdan-kam topiladi. 1,5 litrli atmosferniki bemalol 92-95, u 92 da ham yuradi, harakatlana oladi. Bemalol yana gaz uskunalarini qo'yish imkoniyati ham mavjud. Tabiiyki, mijozlarimiz orasida oldingi Aylos Shine va hozirgi Aylos Shine o'rtasida qanday farq bor? Ya'ni atmosfernisi O'zbekistonda yig'ilayotgan qandaydir qo'shimchalar ham qo'shilganmi degan savol tug'ilishi tabiiy holat. Birinchidan, avtomobilning oldi oblisovkalarimiz o'zgargan. Ikkinchidan, shaxsan o'zimga yoqqani 360 gradus kamerasi oldingi atmosferniy komplektatsiyada bo'lmagan edi. Bunisida esa 360 gradus kamera ham mavjud. Yana bir jihatdan ta'kidlab o'tishimiz kerak. Oldingi Aylos Shine avtomobillarida ham xuddi shunaqa diska balon qo'yilgan edi, lekin turbina komplektatsiyalarida 205-50 R17 diska balonlar qo'yilgan. Bu komplektatsiyada esa, ya'ni bizning meteorit tushgan yo'llarimizda yurishingiz uchun 205-55 R16 diska balon qo'yilgan. Ya'ni balon almashtirishingiz shart emas. Lyukni alohida ta'riflab o'tmasak bo'lmaydi. Sababi unaqa segmentdagi avtomobilda lyuk bo'lishi joiz. Bu avtomobilimizda lyuk qo'yilgan. Salon qismiga o'tirishdan oldin eslatib o'tamiz. Bu avtomobilda beskluchovoy dostуп bor, ya'ni kalt cho'ntagingizda bo'lgan paytda olib bosish shart. Shuni bosgan holatingizda bemalol ochib ketaverishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Avtomobil ichiga o'tiramiz. Birinchi o'tirganingizda sizni yoqimli salon kutib oladi. Bu yog'i o'zimizning mexanический, ya'ni bemalol elektronikdan yaxshi tarafi kamdan kam bo'ladi, chunki bu jaydar bo'ladi. O'zimizning jaydar ko'rinishda. Zavod qilishdan oldin bu yoqda multirulni eslatib o'tamiz. Ko'rasizlar, bu yoqda cruise control bor bu avtomobilimizda. Undan tashqari, mana bu yerda alohida rejimlarni almashtirish uchun bu yoqda funksiya bor. Bu yoqda yoqilg'i sarflarini ko'rib turish uchun tugmachalar joylashtirilgan. Bu taraflarni eslatib o'tamiz. Hammasi elektron, ya'ni oyna tushirib ochiladiganlar hammasi elektron. Bu yoqda qulflash uchun alohida mashinani blokirovkaga eshikni ochib yopishingiz uchun qo'yilgan. Mana bu yerdan ham bemalol qilsangiz bo'ladi, lekin mana bu yerda elektron tarzda ishlatsangiz bo'ladi. Bagaj ochish uchun bu yoqda alohida knopkasi qo'yilgan, ya'ni yukxona ochish uchun mana shu joydan foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqda benzin baki hamda yukxonani kapot qismini mana bu joydan ochsangiz ham bo'ladi. Faralar regulirovkasi uchun alohida mana bu yerda tugmachalar joylashtirilgan. Endi zavod qilib ko'rsatamiz. Ana atmosferniy motor. Eng kerakligi menga yoqqani 13 dyumlik displeyimizda avtomobilda to'laqonli rus tilida iborat. Mana aytayapti, benzin kam, benzin quygan deb ogohlantiryapti. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana displeyimiz to'laqonli rus tilida 360 gradus kamera, karbitdan bemalol ulasanglar bo'ladi. Настройка управления avtomobildan ko'rsangiz bo'ladi. Old o'rindiqlarimizni eslatib o'tamiz. O'rindiqlarimiz isitish funksiyasiga, ya'ni haydovchi tarafda ham, yo'lovchi tarafdan isitish funksiyasi bor. Ya'ni qishki paytlarda bemalol bu funksiyalardan foydalansanglar bo'ladi. Salon qismi bitada o'tirganingizda, to'g'risini aytaman, Lamborghini avtomobillarini eslatib yuboradi. Sababi mana bu deflektorlarning tuzilishi karbon sifat, karbon emas, plastik, lekin karbon dizayn asosida qilingan ekan. Bu yoqda eng kerakligi avariyniy tugmachasi mana bu joyda joylashgan. Menga yoqqani shu, bir xil avtomobillarda juda noqulay joylarda joylashgan, bunda mana shu o'rtasida joylashgan ekan. Yana bitta narsani eslatib o'tamiz.
turbina komplektatsiya va atmosfernikni qanaqa qilib bittada ajratsam bo'ladi degan savol sizlarda tug'ilishi tabiiy holat. Turbina komplektatsiya, ya'ni atmosfernikdan farqi salon qismida turbinada sariq ranglardan iborat bo'ladi. Atmosfernik komplektatsiyada esa oranjeviy salonlardan iborat bo'ladi. Ushbu avtomobilimizda 6 boshli uzatmalar qutisi qo'yilgan. Buning yaxshi tarafi, ya'ni oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, skorsdan skorsga o'tgan paytda mashinada hech qanaqa siltanish bo'lmaydi. Ya'ni tezlik deb, masalan, rezki razgon beradigan bo'lsangiz, 1, 2, 3, 4 deb korobkalardan almashtirayotgan paytda bu korobkalarda hech qanaqa tepish, ya'ni avtomobilda qanaqadir siltash holatlari bo'lmaydi. Displeyimizda yon taraf ham sensor yordamida boshqariladi. Mana baland pastlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi sensor orqali. Bu yerda bosh menyuga qaytish, bu yerda musiqa uchun alohida. Undan tashqari mana navigator paneli bor. Bu yerga o'zingiz kerak bo'lgan nastroykadan to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Buni bossangiz polniy bezukka tushadi. Bu joyimizda 360 gradus kamera bor. Mana o'ng taraf eshik ochib turgani uchun ko'rsatyapti. Chap tarafi, oldi, qirralari bu 3D versiyasi. Agar 2D versiyaga o'tsa demasak, mana oldi, orqa qismi, chap tarafi, o'ng tarafini ko'rsatib bo'ladi. Rulni burgan tarafingizni ham o'zi avtomatik tarzda qanaqa joydan chiqib ketish holatlarini ham aniq chizib beradi. Tashqari mana ko'rsatib ham beradi, ya'ni tek taraflarni ham ko'rsatib beradi. Yana bitta narsasi, bu yerda alohida klimat kontroli uchun maxsus situatsiya, ya'ni holatlar saqlanib qilib qo'yilgan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana misol uchun sigaret chekkan paytingiz yoki tez sovutish kerak bo'ladigan bitta bossangiz, o'zi avtomatik tarzda konditsionerni moslab beradi. Mana temperaturani avtomatik tarzda o'zi to'g'rilab moslashtirib beradi. Hozir mana sovutish tizimlari bizda mana eng maksimal kuchda 8 ga yondi. Avtomatdan ko'rsangiz bo'ladi. Eng balandiga qo'yib, muzlatish tizimi maksimal tarzda o'tdi. Buni o'chiramiz, o'z avtomatik tarzda mana o'chiradi. Ya'ni alohida o'ziga yana moslab, yenganaqilarni sozlab qilib qo'ysangiz bo'ladi mana. O'ziga moslab, qanaqa graduslarda tursa, oson, ya'ni konditsioner kerak payt shunda bossa, o'z avtomatik tarzda holatlarni saqlanib qo'yish funksiyalari ham mavjud. Mana bu yerda alohida telefoningizni qo'yish uchun podstavka ham bor. Undan tashqari 12 volt 120 vatli mana bu yerda perkuritel ham bor. Bemalol bu yoqda antiradaringizni ham, telefoningizni ham zaryadlash uchun imkoniyat bo'ladi. Yana bitta tarafi bari bu yoqda ozgina kichkinaroq. Menimcha bu yerga bitta napitka Red Bullni ikkitasi sig'ar ekan, menimcha ikkita sig'adi. Bu yoqda bitta podstakan chiqish uchun joy bor. Elektronik ruchnikimiz bu joyda bor. Avtohold funksiya ham bu avtomobilda bu komplektatsiyasida mavjud. Ikkinchi qatoriga ham o'tirib ko'ramiz. Bu yoqda bemalol 3 kishi ham o'tirsa bo'ladi. Bemalol 3 kishi bilan ham harakatlanish imkoniyati mavjud. Undan tashqari USB portlari ham bu komplektatsiyaning orqa qismida ham bor, ya'ni telefoningizni bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hop, bo'yim 1.78, patologga bo'yim yetmayapti. Mana mashinchalar atrofida bor. Agar 2 metrli odam bo'lsa, sal noqulaylik bo'lib qolishi mumkin, lekin mendek insonlar bemalol orqasida o'tirsa bo'ladi. Avtomobilning orqa qismi va yukxonasiga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Yukxonamiz 454 litrni tashkil qiladi. Sizlarga ko'rsatishim uchun bu yerga bemalol ikkita chamadan sig'adi. Undan tashqari bu yog'imizda o'zini maxsus qurilmalari bor, ya'ni balon almashtirish uchun vositalar qo'yilgan. Undan tashqari pastki qismida esa zapas balonimiz ham bor. Ya'ni yo'lda qanaqadir holat bo'lsa, bemalol bu balondan foydalanib yo'lingizda davom etsanglar bo'ladi. Orqasida oldingi atmosferniklarda ko'p mijozlarimiz so'rashgan, spoiler qo'yilgan bo'lsa, sababi turbinada spoiler bilan kelardi. Bu komplektatsiyada spoiler bo'lmagan edi. Ana endi O'zbekistonda yig'iladiganida bu komplektatsiyasida spoiler ham mavjud bo'ladi. Yana bir muhim jihat, avtomobillar orqa qismida 4 ta parktronik datchiklari qo'yilgan, ya'ni orqaga harakatlanayotganingizda sizga bu ham bir qulaylikni taqdim qiladi. Avtomobillar oldi podveskasi MacPherson podveskalari qo'yilgan, orqasi esa yarim mustaqil, ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsak, o'zimizdan oddiy balkaga nisbatan ancha aqlliroq podveskalar qo'yilgan bo'ladi. Videoni eng kerakli joyiga yetib keldik. Bu avtomobillar narxi nech pul degan savol albatta sizlarda tug'iladi. Narxini eslatib o'tamiz. Oktyabr oyining oxiriga ko'ra 206 million 700 ming so'mdan tashkil qilmoqda. 1,5 litrli atmosferni O'zbekistonda yig'ilgani bir qancha qo'shimcha qulayliklari bilan bu avtomobil 206 million 700 ming so'mdan avtosalonimizdan shartnoma olishingiz mumkin. Avtosalonga kelinglar, mashinani kalitini beramiz, bitta haydab ko'ringlar, fikrlarni yozib qoldiringlar. Sababi bunaqa narxga, bunaqa komfort avtomobilni to'g'risi O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yish ham oson bo'lmayapti. Ya'ni yig'ilish jarayonini yo'lga qo'yish uchun ham anchagina mehnat ketyapti. Hammalarni Sergeli 2-mavze 5-metro bekatidagi Avtocentr avtosalonida kutib qolamiz. Pastda videoni opisiyaniyasida avtomobil yana texnik xususiyatlarini ham, narxlarini ham sizlarga eslatib o'tib yozib qoldiramiz. Pastda call center nomerlari bor. Telefon qilsanglar, yana to'liq informatsiyalarni, qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bittada sizlarga to'liq informatsiyalarni berishadi. Videoni o'zida ko'rib xulosa chiqarmang, keling, avtomobilni haydab ko'ring, test drive qiling. Sizga bu avtomobil qulamaydi. Sababi bunaqa narxga, bu segmentdagi avtomobilni men o'zim o'rganib chiqdim.
o'sha avtomobillardan ko'ra komforti buniki ko'proq. Ya'ni menga yoqqani atmosfera. O'zim haydab ko'rganim uchun, yoqilg'i sarfi rostdan ham kam bo'lgani uchun sizlarga maslahat beramiz. Kelinglar, haydab ko'ringlar, fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Undan tashqari avtomobilimizda 30 dan ortiq modellar bor, yuk tashish avtomobillari va boshqa turdagi avtomobillar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, yana eslatib o'tamiz. Sergelida 5-metro bekatda joylashgan sobiq Jetaro avtosaloni hozirgi rebrendingdan keyin Avtocenter avtosalon, ya'ni multi brend avtosalon bo'lganligi uchun Avtocenter avtosalonda hammalarni kutib qolamiz.